Assalomu alaykum. Matematik siyerlik formula degan darsimizning davomida o'rlashtirish, gruppalash va ikki a'zoliklar teoremasini ko'rib o'tamiz. Endi ikki a'zoliklar teoremasida Pascal uch pulini va buningga yo'shirilgan Fibonacci sonlar qatorini so'zlab o'tamiz. Unda bo'lsa o'rlashtirish degan nima? Biz matematikada sonlarni birdan sanab olamaymiz. Aman belgilik qonuniyatlarga bo'ysungan bir formula ishlatamiz. Masalan, birdan tortib 5gacha bo'lgan son bor deylik qo'limizda. Birdan tortib 5gacha bo'lgan sonni biz 4 xonalik bir maxfiy nomer bekitmoqchi bo'laylik. 4 xonalik bir maxfiy nomer bekitmoqchi bo'lgan bo'lsak, bizning so'rayotgan savol qancha xil maxfiy nomer bekitgani bo'ladi? Ya'ni biz 4 xonalik bir maxfiy nomerni biz yechmoqchi bo'lgan bo'lsak, qancha qitim sinasak, aş maxfiy nomerni yesha olamiz. Unda olsa buni birdan yazsak intayin ko'p son chiqib ketadi. Masalan, 5 sonni misol qilib yozib baqsaq, matarib yozaylik. 4 xonalik sondan 1234 bo'la oladi. 1345 bo'la oladi. 1532 bo'la oladi. Mushbit yazsak intayin ko'p sonni yazamiz. Buni birdan sanab o'tdasak, intayin ko'p vaqt ketadi. Buni belgilik bir usul bilan, metod bilan yoki bir formula bilan hisoblagan bo'lamdi. Bu vaqtda to'xtalamiz. Buni qanday qilamiz? Biz buni 5 qo'limizda 5 son bor. 5 sonni birdan mushu 4 bo'shliqqa to'ldirishimiz lozim. Unda bo'lsa, birinchi bo'shliqqa, ya'ni birinchi bo'shliqqa 5 sondan qancha xil son kela oladi? 5 sonning hammasi kela oladi. Yani bu sonning hammasi kasb bo'laveradi. Shunga 5 xil son keladi. Endi 5 sonning hammasi bu yerga keladigandan keyin bir sonni bu birinchi xonaga qo'yib bo'lgandan keyin ikkinchi bo'shliqqa qo'limizda qolgan 4 sonning hammasi kela oladi. Mana mushu mantiqi bilan 3-chi bo'shliqqa 3 son, eng oxirgi bo'shliqqa 2 son kela oladi. Endi buni qadam bosqichi bo'yicha hisoblaganligimiz uchun bularni hammani o'zaro ko'paytirib bersak, demek bizningki hisoblagan natijamiz qancha bo'ldi? 20, 60, 120 bo'ldi degan gap. Bir 120 bo'ldi degan gap. Demek o'rlashtirish degan nima deganda bu yerda 5 o'rlashtirishni biz pi bilan ifodalaymiz. Pi degan permutation'dan kelgan. Permutation. Muşning bosh harf bo'lgan pi'dan kelgan. Bunda bo'lganlik uchun biz pi'ni ishlatamiz va qo'limizga 5 sondan 4 sonni ilib o'rlashtirsak qancha chiqadi? Bu yerda 120 chiqadi. Buni qanday hisobladik? 5 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 deb hisobladik. Endi buni yani o'xshash mantiq bilan masalan bu sonlarni birdan tortib 5gacha emas, birdan tortib 9gacha qilsak, birdan tortib 9gacha qilsak va bu 9 sondan 7 bosmoqlik bir maxfiy nomer bekitmoqchi bo'lsak, yani o'xshash shaklda qanday qila olamiz? 9 sonning hammasi keldi, 8 son keldi, 7 son, 6 son, 5 son, 4 son, 3 son. Buning hammasini ko'paytirib bersak, demak, buningki 9 xonalik son, 9 tal sondan buningdan 7 ni ilib o'rlashtirish degan. Buning soni
Bunu qanday hesaplaymiz? 9 köpeytilgan, 8 köpeytilgan, 7 köpeytilgan, 6 köpeytilgan, 5 köpeytilgan, 4 köpeytilgan, 3 köpeytilgan, 3 köpeytimiz. Demek bu buningdan shundaq bir qonuniyatni keltirib chiqarib ola olamiz. Biz xohlagan bir n sondan m sonini elib o'rlashtirgan chog'da buning formulasini mushu ikki hisoblashga qaraganda qanday yoza olamiz? N ko'paytirilgan n'dan bir oz bo'lgan n ilingan 1 undan keyin oz bo'lgan n ilingan 2 mana mush bo'yicha davomlashtirsak n ilingan endi bu yerga qaraydigan bo'lsak m eng oxirgi songa nimani yozamiz? M mayaga qaraydigan bo'lsak 9dan 7ni olgan chog'da 3da oyoqlashdi. 5dan 4ni olgan chog'da 2da oyoqlashdi. Ya'ni buni mayadagi 3ni qanday yoza olamiz? Qanchadan qanchani ilyapmiz hozir? 7dan biz qanchani olgandik? 7ni olgandik. 9dan 7ni olgandik. Ya'ni 9dan 7ni ilib 9dan 7ni ilib etsek 2 birini qo'shib bersak 3 bo'lardi. Ma'ni qaraydigan bo'lsak, ma'nigimi 5dan 4ni olsak 1 birini qo'shib bersak 2 bo'lardi. Mana mushu mantiqi bo'yicha ilib aytgan vaqtida qanday yoza olamiz buni? N'dan m'ni ilib birini qo'shib bersak, demak buningki oxir oyoqlashig'ini mana mush shaklda bo'ldi degan gap. Endi biz bu o'rlashtirishninki biz faqat n'dan m'ni ilib, ya'ni bu yerdagi n m'dan cho'ng bo'lyotidi. Hozirgacha deyotganimiz. Agar n m'ga teng bo'lib qolsa qanday bo'ldi? Agarda n m'ga teng bo'lib qolsa qanday ahvol yuz berdi? Masalan, buni pi n'dan n'ni to'liq o'rlashtirgan chog'da buni qanday yozamiz? N ko'paytirilgan n ilingan 1 ko'paytirilgan n ilingan 2 ko'paytirilgan qancha kishi bo'ladi? N'dan n olsak 0 bo'lib ketib bordi. Eng oxirida 1. Demak, bu yerda yangi bir hukm o'tirg'i chiqdi. N'dan n'ni to'liq ilib o'rlashtirgan chog'da buningki buni nima deb ataymiz deganda n'ning faktoriyali deb ataymiz. Faktoriyal deb ataymiz. N'ning faktoriyali deb ataymiz. Demak, n'ning faktoriyal degan nima ekan degan vaqtida xohlagan bir n'ning faktoriyali degan gapning o'zidan tortib bir qichi bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. 3 2 1. Demak, buni n'ning faktoriyali deb ataymiz. Demak, n'ning faktoriyali keyingi vaqtlarda intayin ko'p ishlatildi. Masalan, misolga olsak 5ning faktoriyali nimaga teng bo'ladi? 5ning faktoriyali 5 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1. Bu joy qancha bo'ldi? 120 bo'ldi. 6ning faktoriyali-chi? 6ning faktoriyali albatta 6 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1. Bu qancha bo'ldi? Hozir mayaga qaraydigan bo'lsak
5'ni tartib bir qishicha bo'lganini 5'ning faktoriali deb yozishga bo'ldi. Shu 6 ko'paytirilgan 5'ning faktoriali deb yozishga bo'ldi. Bu chog'da bu qancha teng bo'ldi? 6ni 120 ko'paytib bersak 720 bo'ldi degan gap. Unda bu yerdan bir qoidani chiqarib olamiz. Bir sonninki faktoriali n'ning faktoriali nimaga teng bo'ldi desa, o'zidan keyingi son o'zidan bir keyingi songa qanchani ko'paytib berganga teng bo'ladi. Ya'ni o'zidan keyingi songa, ya'ni buni mundaq yozishga bo'ladi. N bu yerda n'ning faktoriali teng bo'ladi. Bo'ladi n ko'paytirilgan n minus 1'ninki faktoriali. Demak, bu yerda biz bir qoida o'tirib chiqadi. Bundan nimani keltirib chiqarib olamiz degan vaqtida biz n'ni n minus 1'ninki faktorialiga n'ning faktorialini bölüp bersak bo'ldi. Bu intayin muhim bir formula. Bundan foydalanib turib biz burun yozib chiqqan o'rlashtirish formulasini qanday yoza olamiz? Mesela o'rlashtirish formulasini qayta yozaylik. Bizning o'rlashtirish formulasimiz n'dan m'ni olgan chog'dagi o'rlashtirishimiz. Bu qanchaga teng qanday yozgandik? Buni n'ning n ko'paytirilgan n minus 1 mana bu şekillik davomlashtirib qanday qildik? N minus m plus 1 deb yozgandik. Hem to'liq o'rlashtirishni nima deb yozgandik? N'ning n olgancha to'liq o'rlashtirishni o'xshash shekil n ilg'an 1 bu şekillik davomlashtirib yana ma'nodan o'tib, ya'ni bu yerda yozmasak mı bo'ldi? Bu yerda o'tib 3 2 1 da oxirlashtirgandik. Endi hisobda to'liq o'rlashtirish, ya'ni bu yerdagi to'liq o'rlashtirish bu n'ning faktorialiga teng, bu n'ning faktorialiga teng. Endi hisobda bu chog'da biz ustidagi o'rlashtirishni yana qanday shaklda yoza olamiz? Ustidagi o'rlashtirishni biz p n m deganni biz n'ning faktoriali ama to'liq bo'lgan bizningki n'dan n'ni olgan chog'dagi to'liq o'rlashtirishni nimaga bo'lib o'tganga bundan keyingi bo'lgan n ilingan m'ninki faktorialiga bo'lib o'tganga teng chiqadi. Esa bu ma'vo bizningki ma formulasimizdan keltirib chiqarib olgan yakun. Hem bunu yazsak nima bo'ldi degan vaqtida n'ning faktoriali n ilingan m'ning faktoriali. Demek bizningki o'rlashtirish formulasimizning eng oxirgi shakli mushundan iborat. Biz bir narsaning o'rlashtirishni yozgan vaqtida, masalan, şifre o'rlashtirish masalasini yozgan vaqtida, masalan, qancha birdan tortib 9gacha son bo'lsa, bundan 6 xonalik shifrni yozmoqchi bo'lgan bo'lsak, buni intayin oson qilib qanday yoza olamiz degan vaqtida 9 dan 6 ni ilib o'rlashtiramiz. Bu joyda qanday yozamiz? Bu yerda 9 ning faktoriali yozamiz. 9 dan 6 ni olamiz, buning faktorialini yozamiz. Bu joyda 9 dan 6 ni ilib olsak 3 ning faktoriali bo'ldi. Ma 9 ning faktoriali degan
9 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 3 faktoriali bo'ldi. 3 faktoriallar qisqarib ketsa, demak bu bizda qo'limizdan chiqqan natija mushning ko'paytimiz qancha bo'lsa shuncha bo'ldi. Endi buni vaqt munosabati bilan buni ko'paytirish ko'pchilikka qoldi. Ya'ni 9, 8, 7, 6, 5 ni ko'paytib bersa intayin cho'ng bir son chiqadi. Endi albatta 9 sondan 6 sonliq shifr o'rnashtirishning ehtimolligi u qadar ko'p degan gap. Agar birdan sinashga to'g'ri kelsa, buni intayin ko'p vaqt ketadi. Kompyuterlar bilan sinasimi xeyli vaqt ketadi degan gap. Unda bo'lsa biz o'rlashtirishni so'zlab bo'ldik. O'rlashtirishda albatta tartib munosabatlik, tartib intayin muhim. Chunki maxfiy shifrlarni bekitgan vaqtida albatta sonlarning tartibi o'zgarsa o'xshamagan son bo'ldi. Masalan, 1, 2, 3, 4 ni qo'ysak, boshqa ya'ni tartibni biroz o'zgartib 2, 1, 3, 4 qo'ysak butunlay boshqa son bo'ldi. Shunday bo'lganligi uchun biz tartib bu yerda o'rlashtirishda tartib red tartib intayin muhim deb ataymiz. Tartib o'rlashtirishda intayin muhim. Unda bo'lsa biz endi guruhlashga kelaylik. Guruhlashda masalan deyli, mesela əmili misaldan birini alaylı. Bizning uyimizda, oshxonamizda 3 tal meva bor deyli. Olma, banan ve neşpit olsun. Muşu 3 tal meveden bir salat yasab bakaylı. Ondan sonra muş 3 tal meveden 2 tallab salat yezishni, ya'ni 3 tal meveden 2 tallab salat yasashni talab qilgan bo'lsa qanday qilamiz? Yoki olma bilan banandan yasaymiz, yoki bo'lmasa olma bilan nashpitni yasaymiz, yoki bo'lmasa banan bilan nashpitni yasaymiz. Hisobda qiysak faqat 3 xil chiqyapti. Bu chog'da buni o'rlashtirish qilsalamdik, ya'ni buning tartibi o'zgarib ketsa hech kim bo'lmaydi. Masalan, olma bilan banan, banan bilan olma desak, ya'ni o'xshashlam degan gap. Buni o'rlashtirish qilsalamdik, albatta o'rlashtirish. Masalan, buni mandaq yezishga bo'ldi. Masalan, olma, banan, yani bunu bu kadar, yani banan, olma, yani o'rlashtirib baqalyapmiz başta. O'rlashtirsak, anadikin nashput, olma, nashput, yani bu nima qildi? Banan, nashput. Banan, nashput, banan. Endi hisobda hozir qancha xil guruh yozdik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil tizish yozdik. Bu biz o'rlashtirish shaklida yozdik. Ya'ni 3 meveden 2ni ilib o'rlashtirsak, albatta buning o'rlashtirishga salsak qanday kelyapti? 3 ning faktorial deymiz. 3 ilingan 2, 1 ning faktoriali degan 1, dası bu 3 xil chiqadi. Ya'ni qancha chiqadi? 3 ning faktoriali 3 ning faktorial degan tamam. 3 ning faktoriali chiqadi. O chog'da 3 ning faktoriali qancha? 3 ko'paytirilgan 2 dan 6 chiqadi degan gap. Ya demak, bizning 6 xil o'rlashtirishimiz bor. Lekin biz endi hozirgi misolimizga qaraydigan bo'lsak, hozirgi misolimizda biz salat yasashni nima qilyapti? Hisob buning qadam bosqichlar bo'yicha sanashni talab qilmayapti. O chog'da olma bilan banan bilan olma degani butunlay o'xshash bo'lgan bir guruhlash. Ya'ni buni ayrim 2 qatim sanashning hojati yo'q. Yani o'xshash shaklda nashput olma, olma nashput deganmi shu? Banan nashput, banan nashput banan deganmi o'xshash. Demak, bu yerda qancha tal chiqishi kerak? 1, 2, 3 tal chiqishi kerak.
Biz o'rinlashtirishda 3 ni ortiq sanab etdik. Unda onun için grupplash degan buni biz grupplash orqali hal qilamiz. Endi bu grupplash degan nima deganda, grupplashni biz C bilan ifodalaymiz. Grupplashni biz combination deydiganligimiz uchun. Combination. Combination'ның baş harfi C bo'lganligi uchun C bilan ifodalaymiz. Bu chaqda biz 3 dan 2 ni elib, 3 talmaydan 2 talni elib grupplasak, biz o'rinlashtirishni oldik. O'rinlashtirishni oldik. Ya'ni o'rinlashtirishni 6 qilgandik. 3 dan 2 ni elib o'rinlashtirib bo'lgandan keyin jiq o'rinlashtirib bergan qancha talga bo'lyapmiz? Ya'ni 2 xil bir o'rinlashtirishning ikkisi ortiq sanalib ketganligi uchun qanday qilyapmiz? Buni 2 ni 2 ga bo'lib beryapmiz. 2 ga bo'lib beryapmiz. Endi buni qanday yozimiz endi bu yerda. Bu 2 deganni biz bu yerda 2 ning faktorial deb yozib olishga bo'ladi. Buni biz ma'ni 2 ning faktorial deb yozishga bo'ldi. Unda esa biz grupplashning formulasini qanday yozamiz? Grupplashning formulasi n dan m ni elib grupplagan chaqda biz qanday qilamiz degan vaqtida avval n dan m ni elib o'rinlashtirib bo'lgandan keyin biz m tanni har bir ya'ni o'rinlashtirganga qadar ortiq ya'ni ortiq sanab etganligimiz uchun m ning faktorialiga bo'lib beramiz. Endi buni açsak, o'rinlashtirishning formulasiga solsak, bu yerda o'rinlashtirishning formulasi qanday edi? N ning faktoriali bo'lingan n ilingan m ning faktoriali edi. Buni m ning faktorialiga bo'lib beramiz. Buni bo'lib bersak, bizning qo'limizda chiqadigan natija nima bo'ldi degan vaqtida n ning faktoriali m ning faktoriali n ilingan m ning faktorial bo'ldi. Demak, bizningki eng oxirida grupplashninki formulasi mana bu shaklda bo'ldi degan. Ya'ni bizdan n sondan m sonini elib grupplagan chaqda qanday bo'ldi degan vaqtida mana bu shu formula bilan hisoblaymiz. Masalan, bu shu alma, banan, nashput misoliga olsak, biz grupplab baqsak qayliq yana 3 tal mevadan 2 ni elib salatlik yasamoqchi biz. Salat yasamoqchi. Unda qanday qilamiz? Formulaning o'ziga aynan solsak, 3 ning faktoriali, bu yerda 2 ning faktoriali, 3 ilingan 2 ning faktoriali. Bu chaqda 3 ning faktoriali degan 6, 2 ning faktoriali degan 2, ko'paytirilgan zodi 1, bu chaqda 3 chiqdi degan. Demak, grupplash degan mushundan iborat. Endi grupplashni o'rganib bo'lgandan keyin biz ikki a'zoliklar teoremasiga o'taylik. İki a'zoliklar teoremasi. Endi biz burun a qo'shilgan b'ninki kvadratini o'rganib o'tgan. Buni biz to'liq kvadrat formulasi bo'yicha qanday yozatdik? A'ninki kvadrati qo'shilgan 2ab qo'shilgan b'ninki kvadrati deb yozatdik. Endi bizningki kuf bo'lib qolsa qanday bo'ldi acaba? A qo'shilgan b'ninki kupi bo'lib qolsa qanday bo'ldi acaba? A qo'shilgan b'ninki 4-ders bo'lib qolsa qanday bo'ldi acaba? Mana bu shakllik davomlashtirsak, A qo'shilgan b'ninki dersi qanday bo'ldi? Demak, ikki a'zoliklar teoremasi degan vaqtimizda mana mushundaq ikki tal sonning yig'indisininki dersi qanday ichiladi? Mana mushuni ko'rib o'tamiz.
Buning uchun intayin qiziqarli bir usul bor. Oldin biz Pascal 3 bulingi deydigan bir narsani ko'rib boqaylik. Pascal 3 bulingi degan vaqtida biz endi mushuni topib chiqmoqchi. Pascal 3 bulingi. Pascal 3. Pascal 3 bulingi degan nima degan gap degan vaqtda shundaq bir 3 bulinki 3 bulingning eng cho'qqisida biri bor. Yanlarida birdan bor. Masalan, bu yerda 1 bor, mayada yana 1 bor. Endi mushu birlarni qo'shsak, mayaga kelgan vaqtda mayada 2 bo'ldi, yana mayada 1 bor. Mayada 1 bor. Endi mayada davomli 1 keladi davomli. Mayada davomli 1 keldi. Endi qanday qilamiz ekan? 1 bilan 2 ni qo'shsak mayaga 3 ni yozamiz. 1 bilan 2 ni qo'shsak mayaga 3 ni yozamiz. Endi bunda davomlashtirsak mayaga yana 1 keldi. O chaqda 1 bilan 3 ni qo'shsak mayaga 4 keldi. 3 bilan 3 ni qo'shsak mayaga 6 keldi. Mayaga 4 keldi. Mayaga yana 1 ni yozamiz. Yana davomlashtirsak qanday qildi deganda mayaga yana 1 ni yozamiz. 1 bilan 4 ni qo'shsak 5, 10. Maya yana 10, maya 5, mayaga 1 ni yozamiz. Mana bunda davomlashtirsak bu cheksiz davomlashadi. Cheksiz davomlashadi. Unda esa bundan biz nimani bila olamiz? Hozir qaraydigan bo'lsak, ma formulaga qarab boqaylik. A qo'shilgan B'ninki 0-darsi. Ya'ni har qanday sonning 0-darsi 1 ga teng bo'ldi. Her qanday sonning 0-darsi nimaga teng bo'ldi? 1 ga teng. 1 ga teng bo'ldi. Her qanday sonninki 1-darsi shu o'ziga teng bo'ladi. 1-darsi teng A qo'shilgan B ga teng bo'ladi. Buni mana udul qilib yozaylik. A qo'shilgan B'ninki 1-darsi teng A qo'shilgan B ga teng bo'ldi. Endi manda yozib boqaylik endi. A qo'shilgan B'ninki kvadrati bizning bilgan to'liq kvadrat formulasi. A'ninki kvadrati qo'shilgan 2AB qo'shilgan B'ninki kvadrati. Hozir bu yerga qaraydigan bo'lsak, may 2 oldidagi 1, ya'ni oldidagi 1larni davomli yozmasak mı bo'ldi? Koeffitsiyentlar deb ataldi bular. Hozir bu qarasak, bu chetdagi sonlarga, ya'ni bu yerdagi Pascal 3 buloning dagi sonlarni ko'rsatyapti. Endi 3-chisiga qarab boqaylik albatta. 3-chisiga qarab, 3-chisini mayaga yozaylik. A qo'shilgan B'ninki kupi. A qo'shilgan B'ning kupi nimaga teng bo'ldi desa, A'ninki kup bo'ladi. Buni ichib tushuntirib baqsa, ichib baqsanglar albatta mida chiqadi. Qo'shilgan 3 A'ninki kvadrati B qo'shilgan 3 A B'ninki kvadrati qo'shilgan B'ninki kupi bo'ladi. Hozir buni qarab baqsanglarmi qanday bo'ladi? 1 3 3 1 1 3 3 1. Mana bu şekillik davomli biz A qo'shilgan B'ninki 4-darsini yoza olamiz. A'ninki 4-darsi qo'shilgan 4 A'ninki kupi B'ninki B qo'shilgan 6 A'ninki kvadrati B'ninki kvadrati qo'shilgan 4 geldi. 4 A B'ninki kupi qo'shilgan B'ninki 4-darsi. 5 ni yozib baqsaq, A qo'shilgan B'ninki 5-darsi, A'ning 5-darsi qo'shilgan 5 A'ning 4-darsi B qo'shilgan 10 A'ninki kupi
b'ninki kvadrat qo'shilgan 10 a kvadrat b'ninki kupi qo'shilgan 5 a b'ning 4-dersi qo'shilgan b'ning 5-dersi. Mana bu şekillik devam qiladi. Hozir bu yerdan bir qonuniyatni tep chiqib olaymiz. U chaqda n'inchi darsini qanday yoza olamiz acaba? Hozir manınğa qarab baqadigan bo'lsak, buningki darajalari qancha dars bo'lsa, shuncha darajadan boshlab birdan azayib menyotidi. Ve ikkinchi a'zoninki darsi birdan ko'payib menyotidi. Ve buningki koeffitsentlari Pascal 3 bulungining dik sonlar bilan o'xshash turyotidi. Endi shuning uchun biz n ni qanday yoza olamiz? Mush qoida bo'yicha yozgan vaqtida biz qanday yoza olamiz? A qo'shilgan b'ninki n'inchi darsi deganni qanday yoza olamiz acaba? Albatta A'ninki n'inchi darsdan boshlandi. Qo'shilgan endi keyingi koeffitsient qanchadan boshlanyotidi? Biz n'dan boshlandi deyolmaymiz. Bu chaqda yana bir narsani bilib olishimiz lozim. Hozir mush koeffitsiyentlar qaraydigan bo'lsak, 5, 10 deganlar, mayadagi 4, 6, 4 deganlar qanday shakllik bo'ldi degan vaqtimizda shuni birozdan keyin bayqaymizki, n'dan ma'lum bir sonni olgan chog'dagi gruppalash bo'ldi. Masalan, qanchani olgan chog'da gruppalash bo'ldi desanglar, buni bir ichib tushuntiraylik. A'ning n'inchi darsi, andan keyin yani bu yerda gruppalashning n'dan qanchani olgan chog'dagi endi ma'lum bir keyin olgandek gruppalash ve bu yerdan A'ninki n ilingan 1 b u chaqda keyinning o'rnida bayonmaydi. Birni olgan chaqda gruppalash qo'shilgan gruppalash n ikki'ni olgandek gruppalash a n ilingan 2 b'ninki kvadrat. Mana bu shaklli kelsa qo'shilgan n'dan ma'lum bir son bo'lgan ki son desak, a n ilingan 2 b'ninki keyingi darsi qo'shilgan eng oxirida n'dan n olgan chog'dagi to'liq gruppalash ve b'ning n'inchi darsi. Mana bu shakllik davomlash. Unda bo'lsa biz buni yuqoridagi nimalardan selishtirib o'tamiz. Masalan, A qo'shilgan b'ninki kupini misolga boqaylik. A'ninki kupi qo'shilgan 3 A'ninki kvadrati b qo'shilgan 3 a b'ninki kvadrati qo'shilgan b'ninki kupi. Hozir buning koeffitsiyentlarini qaraydigan bo'lsak, buning koeffitsiyenti 1. Buning koeffitsiyenti 1, yani bu 3'ten
0 alğan çağdaki gruplaş. 3'tün 0 alğandaki gruplaş degen 1 boldu. Ma uçu 3'ten 1 alğandaki gruplaş. 3'tün 1 alğandaki gruplaş kança boldu? Yani bunun formulası bevasıta salsak bu 3 boludu. 3'ten 2 alğandaki gruplaş kança boldu? Bu mu 3 boldu. Yani 3'tün 1 alğandaki gruplaş bilen 3'ten 2 alğandaki gruplaş teң boldu. 3'ten 3 alğandaki toluq gruplaşçı 1'ge teң boldu. Yani bu şekilde yaza alayımız. Demek biz ikki a'zolar teoremisini texim umlaştırıp nima deb yoza alaymiz degan vaqtida A qo'shilgan B'ninki n'inchi darsi deganni biz umlashtirib, chunki biz hamma sonlarni o'zaro qo'shganligimiz uchun bu yerda qo'shish belgisini ifodalagan bir sigma. Yani bu sigma degan davomli qo'shishni ifodalaydi. Bu yerda ma'lum bir son keyin 0 dan boshlanib endi oxirlashadi. Bu yerda gruplashni yozamiz. N'dan keyin olgan chog'dagi gruplash A'ninki n ilingan keyingi darsi, B'ninki keyin darsi. Bu bizningki ikki a'zolar teoremimizningki umumiy tanglimiz. Biz buni oshgan vaqtida mana mushu bo'yicha ochamiz. Masalan, buni oshgan vaqtida birinchisini oshgan vaqtida keyini 0 dan boshlab ochamiz. Keyin 0 dan boshlab ochsak, n'dan 0 olgandagi A n ilingan 0. B'ninki 0 deb ochamiz. Qo'shilgan n 1 deb ochamiz. A n ilingan 1. B'ninki birinchi dars ochamiz. Mana bu şekillik davomlashtiramiz degan gap. Xo'sh, unda eng oxirida biz Pascal 3 bo'limining bilan Fibonacci sonlarininki munosabatini ko'rib boqaylik. Oldin Fibonacci sonlari degan nima deganni qarab boqaylik. Biz Fibonacci sonlari. Fibonacci number deymiz. Yani Fibonacci series mi deydi? Fibonacci qatori. Unda bo'lsa bu nima deganda bu sonlar shundoq bir sonlarki o'zidan keyingi sonlar, yani 1 o'zidan keyingi son davomli oldidagi ikki sonlar yig'indisi bo'lgan shaklda. 1dan boshlanadigan. Yani 1ga 1ni qo'shsak 2, 1ga 2ni qo'shsak 3, 2ga 3ni qo'shsak 5, 3ga 5ni qo'shsak 8, 5ga 8ni qo'shsak 13, 13ga 8ni qo'shsak 21, 21ga 13ni qo'shsak qancha bo'ldi? 34. Mana bu şekillik davomlashadi. Mana shuni biz Fibonacci sonlari deymiz. Biz Fibonacci sonlari deymiz. Bu Fibonacci sonlarininki nima munosabati bor? Nima uchun bu Fibonacci sonlari intayin muhim? Fibonacci sonlari haqida keyingi darslarimizda tafsiliy to'xtalamiz, lekin bu yerda Fibonacci sonlari koinotdagi nurg'un tartiblarninki ichiga yoshiringan. Inchki tuzilish va tartiblarning ichiga Fibonacci sonlari yoshiringan. Bu haqida keyingi darsimizda to'xtalamiz. Endi bu bizningki yuqorida tilga olgan Pascal 3 bo'limi bilan bu bizning Fibonacci sonlarimizning qanday munosabati bor? Yezib boqaylik. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 15 1 1 6 15
20, 15, 6, 1. Mana bu şekillik davamlaştı. Yana birini yazıp öteylik. 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Bu şekillik davamlaştırırız. Hem de hazır qaraydigan bolsak, bu yerden bir hazır mayadan bir nimani sizayli. 1 muş biz bu yerdeki Fibonacci sallarımızı tep bakaylı. Fibonacci sallarımızı qanday tapımız bu yerden? Mındaq boyunca bir sizib alaylı aldı bilen. Hazır qaraydigan bolsak, bu üç bulunun yantu şekillik sallarını mında yantu diagonallarını üzra qo'shsak, mesela mana birga ishim qo'shilmagan ekan 1 anadan keyin yana 1 birga birini qo'shish 2 endi yana bir ma'ni qo'shsak ma diagonal qo'shsak 3 chiqdi. Ma'ni qo'shsak qancha bo'ldi? 5 chiqdi. Ma'ni qo'shsakchu qancha qo'ydi? 7, 8 chiqdi. Ma'ni qo'shsakchu 13 chiqdi. Demek hozir qarab baqsam maya 1, maya yana 1, maya 2, yani buni chiroyliroq yozayli. Maya 1. Yani bunda qo'shsak maya 1. Maya yana 1. Maya 2. Maya 3. Maya 5. Maya qancha? 8. Maya qancha qoldi? Maya 13 qoldi. Maya albatta 13 chiqdi. Qolganini qo'shsak 21 mana bu şekillik davomlashdi. Demek bizning Pascal 3 bo'lumimiz bilan mana shu Fibonacci sonlari o'zaro munosabatli turdi. Endi keyingi darsimizda Fibonacci sonlarining ichiga o'shirilgan sirni va koinotning bizga sungan mo'jizalari haqida oz-to'la so'zlab o'tamiz. Undaqsa bugungi darsimiz mushaqicha. Hammalarga rahmat.